بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو هريرة رضي الله عنه رواية قilgan hadis Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rahmat qiladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadi, Rasulullohning masjidiga, Rasulullohning huzuriga kirdim va Rasulullohni o'tirgan holda namoz o'qiyotganligini ko'rdim. Va aytdimki, ya Rasululloh, sizga nima bo'ldi? Nimaga namoz o'tirib o'qiyapsiz? Biror bir kasallik yetdimi dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Qolal ju ya Abu Hurayra." Ochlikdan, holim yo'qligidan o'tirib namoz o'qiyapman. Ya'ni ochlik, faqirlik shu darajadaki, ozgina ovqatni inson yeydigan bo'lsa, umurtqasi tikka bo'lishiga kifoya qiladi. Lekin Rasulullohning uyida mana shu narsani yo'qligidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tirib namoz o'qiyapti. Shunda Abu Hurayra roziyallohu anhu yig'ladi. Bu zot sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayraga qarab turib, "Abu Hurayra, yig'lamang" dedi. Chunki qiyomat kunini shiddatli hisobi, buni azobi dunyoda ochish bo'lib va mana shu ochligidan Allohdan savob umid qilgan bandalarga bu shiddat yaqin bo'lmaydi dedi. Inson dunyoda yetishmovchiligiga, faqirlikka, kasallikka Alloh tomonidan berilgan, o'ziga yoqmaydigan shunday bir holatga rozi bo'lsa va bundan Allohdan savob umid qiladigan bo'lsa, qiyomat kunini og'ir hisob-kitobi bu bandaga xatarli bo'lmaydi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Fatima roziyallohu anha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga bir burda yoki bir yarimta nonni ko'tarib bordi. Imom Ahmad rivoyati. Rasulullohning huzuriga kirganida payg'ambar alayhisalom bu qizini qo'lidagi narsani ko'rdida, "Ey qizim, bu nima qo'lingizdagi?" dedi. "Otajon" dedi, "Non pishirdim" dedi. "Shu nondan sizga bir qismini bermasdan yeyishlikka ko'nglim bo'lmadi" deb berganda payg'ambarimiz olib yeyatib aytdiki, "Qizim, otangizni qorniga 3 kundan beri tushayotgan birinchi narsa mana shu non bo'ldi" dedi. 3 kun Rasulullohning qorni och yurdi, shikoyat qilmadi birovga. Bu payg'ambar alayhisalom va sahobalarning hayotida juda ko'p misollarni keltirishga mumkin bo'ladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu mana ahli suffa kishilardan bo'lgan. Ahli suffada kim aytiladi? Rasulullohning masjiddagi bir burchakdagi suppaga yoki bir chodirda yoki bir kapada oilasi yo'qligidan, tirishligi og'irligidan yoki bir dunyo tijoratiga kirishmaganligidan masjidda kunini o'tkazadigan kishilardan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi sadaqa yemas edi. Agar masjidga birov xayr ehson sadaqa qilsa, ana shu ahli suffaga berardi. Agar birov hadiya qilib olib kelsa, payg'ambarimiz hadiyani qaytarmasdan olardi. Abu Hurayra roziyallohu anhu mana aytdik, faqir bo'lgan, qorni och bo'lgan. Qorni shu daraja och bo'lganki, Imom Buxoriy rivoyati, yegan hech narsa yo'qligidan boy sahobalar masjidga kirsa, bu Rasulullohning tarbiyasini olgan kishilarni qarangki, bir hikmat egalari bo'lgan ekan. Qur'onda shunday mazmunda oyatlar bor. Ular Alloh taolodan hayo qilib, iffatda turishlikni xohlab, bandalardan so'ramaydi. Lekin ularni muhtojligini yuzidan o'qisanglar bo'ladi deydi. Aytamiz-ku, qorni to'g'di, qorni to'g'lar kirib chiqib ketyapti boy sahobalar, davlatmand sahobalar, Abu Hurayrani holiga hech kim yetmayapti. O'tirib, nozik bir ishora qiladi. "O'tiringlar" dedi, "Qur'on o'qib beraman" dedi. Haligi sahobalar o'tiradi, o'tirib shunday oyatlarni o'qidiki, Alloh taolo xayr ehson qilishlikka targ'ib qilgan oyatlarni o'qib beradi. Va mimma razaqnahum yunfiqun. Ya'ni shunga o'xshagan Alloh biz ularga rizq qilib bergan ne'matlardan infoq ehson qiladi degan oyatni o'qib berardi-da, haligi sahobalar jamil deb qo'yardi. Zo'r o'qidingiz dedi, turib chiqib ketaverar ekan. Ayta olmayapti. Muhtojman, menga kerak, ozgina bir yordam qilinglar degani iymoni, hayosi yo'q qo'ymaydi. Qanaqa zamonlar bo'lganini ko'ring. Yana bir qancha boshqalari keladi, haligilarga ham o'tiringlar, Qur'on o'qib beraman deydi. O'qib beradi, ular ham jamil deb chiqib ketaveradi. Shunday o'tirganimni ko'rdida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga qarab bir tabassum qildida, "Ey Abu Hurayra, yuring" dedi. Orqasidan yetishdi bordi. Eshigini tagiga bordi. Abu Hurayraga ruxsat berildi, kirdi. Kiruvdi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga hadiya qilib, bir chinida sut taqilib biroq qo'yib ketgan edi. Yana Abu Hurayra aytayaptiki, "Ana shu sutni menga beradi, xursand bo'ldim" dedi. "Hozir sutdan ichaman" dedi. Sut oldida ahli suffani chaqiring dedi. Ahli suffa bir 6 yoki 7 ta bo'lgan kishi edi. Abu Hurayraga o'xshagan kambag'al, Abu Hurayraga o'xshagan dunyosi yo'q bo'lgan faqir kishilar. "Ya Rasululloh" dedi, "bir cheni sut bo'lsa" dedi, "chaqiring dedi." Endi Allohning Rasulining buyrug'iga osiy bo'lishini xohlamadi, chiqdi chaqirib keldi.
Hammasi o'tirishdi. Abu Hurayra qo'liga chimni olganda, Abu Hurayra oxirida ichadi dedi. Bir chini sut, 8 kishi. Abu Hurayra oxirida turibdi. Vaholanki hozir qonni ochligidan Qur'on oyatlarini o'qib berib tushuntira olmayapti. Atrofimizga qaraylik-da. O'sha go'shtni olmasdan kirib ketayotgan bor uyga. Biz qo'y go'sht olsammi, mol go'sht olsammi deb tanlayotganda, o'sha yarim kilo go'shtga qurbi yetmayotgan qo'shnimiz bor, qarindoshimiz bor, qandaydir birodarimiz bor. O'shalarni ko'zi bilan qarab ko'raylik-da hayotga. Qayoqdan bilsin bolalar, otalar ham mahzun bo'lishin deydi bir shoir. Siz shart narsani olib berayotgan paytingizda yoningizdagi birodaringiz bolasidan indamay o'tib ketyapti, chunki yo'q. Chinini Abu Hurayra Rasulullohga itoat qildi-da, ahli suhbatdan bittasiga berdi. Ishdi, to'ydi, tugamadi. Ikkinchisi ishdi, tugamadi, to'ydi. Oxiri Abu Hurayraga keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Ey Abu Hurayra, ikkomiz qoldik-a?" dedi. "Ha, Allohga qasam, Rasululloh, ikkimizla qoldik" dedi. "Ikkimizla qoldik" dedi. "Iching" dedi. Ishdi, iching dedi. Ishdi, iching dedi, ishdi. Hatto tirnoqlarimgacha sizib chiqdi dedi. "Ya Rasululloh, ichimga suv o'tadigan bir joy qolmadi" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni buyrug'iga itoat qiluvdi, bitta o'zi to'ymadi. Ham ahli suhbat to'ydi. O'zi ham qorni to'ydi, Rasulullohni rozi ham qildi. Nima xulosa olamiz? Payg'ambarda Allohning hukmiga xo'p deb yashagan kishi, o'sha bir chimni sut bo'lsa ham o'lchamasdan ichaversin, bismillah. Kecha aytdik. Oysha onamiz o'sha arpani yo'rdim, Rasululloh o'tgandan keyin tugamayapti, yo'rdim, tugamayapti. Hayron bo'ldim, nega tugamayapti? Xorozda tortib qo'ydim, tugab qoldi dedi. Demak, Allohning bergan kuniga rozi bo'laylik-da, bormi, yo'qmi, ozmi, ko'pmi indamasdan yashayveraylik. Barakot bu juda ko'p boylar bilmaydigan kambag'allarning boyligi. Bitta ota ishlagan ketmon bilan enalar uyda o'tirgan, qizini ham chiqargan, o'g'lini ham yuragan. Hozir bu ro'zg'or degan aravani ho'kizi bitta bo'lardi. Hozir ikkita qilib qo'ydik. Ayolning huquqini erkakka tenglaymiz deb turib, arabadan tushib, arabaning ustida o'tiradi ayol kishi. Ho'kiz bitta edi. Bu ho'kiz qishda qor kechgan, yozda chang kechgan, aravani so'darardi. Ayol muhtarama, mukarrama bo'lib, yozda salqin, qishda issiq chodirda o'tirardi aravaning ustida. Uyida ya'ni. Keyin huquqini tenglaymiz degan bir zamonlar keldi-da, huquqini tenglab turib, yondoshga ho'kiz qilib qo'shib qo'ydik. Qo'sh ho'kiz degan so'z paydo bo'ldi bizda. Birodalar, ro'zg'or totadigan ho'kiz bitta bo'ladi. Undan tashqari, o'sha ro'zg'orga keladigan rizq ikkita ho'kiz tortsa ham, bitta ho'kiz tortsa ham o'sha rizq keladi. Faqat bo'lib qo'yadi endi. Onalar, ayollar ko'chaga chiqib ketib qoldi, qizlarning bolalar tarbiyasi bo'ldi va ko'rib turibmiz buni mevasini. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadi, payg'ambarimizni minbari bilan hujrasining o'rtasida namoz o'qiyotib bir kun yiqilib tushdi. Bu Imom Buxoriy rivoyati. Yiqilib tushdim. Bir odam kelib tef ko'rdi deydi. Bu majnunmi, bir aql tushib tutqoqolimi deb tef ko'rdi deydi meni deydi. Bo'ynimdan ezib ko'rdi deydi. Bu holanki menga tutqoqolog'im ham yo'q edi, jinni ham emas edim. Ochlikdan yiqilib tushdim deydi. Kimlar? Abu Hurayra roziyallohu anhular. Ular shikoyat qilmagan, chunki ularning habibi Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam ham xuddi shunday faqir yashar edi. Rasululloh Quraysh karvonining yo'lini to'sgani Abu Ubayda ibn Jarroh boshligidagi bir qo'shinni jo'natar ekan, bir xolta xurmo berdi. Qo'shinni qornini boqqani boshqa narsa yo'q. Qanaqa qilib tirishlik qilardilar desa, bitta xurmoni olib turib, tushunib turib, orqasidan suv ichib olardik. Shu bilan qornimiz tikka yuraverdi deydi. Odamni tikka qiladigan narsa ovqatning ko'pligi emas. Xuddi insonning hayotini shirin qiladigan narsa pul bo'lmagandek. Yuraveradilar, yuraverardik. Biz shuna qilib ko'raylik-a. Xurmoni tushunib turib, biz yeb olaylik. Navocham ichib olaylik orqasidan. Bizga unaqa tikka bo'larmikin, quvvat bo'larmikin? Ularga nimaga tikka bo'lgan desiz, ular Alloh va Rasulining chizig'idan tashqariga chiqmagan. Ularda ovqat ushamagan, ularda Alloh ushab turgan quvvat. Bizchi, biz ovqatga suyanib qo'yamiz, pulimizga suyanib qo'yamiz. Imom G'azzoliy o'zining Ihyo Ulumuddin kitobida shunday bir so'z keltiradiki, bizni deydi bir qo'shnimiz bor edi deydi. Agar uyida hech narsa qolmasdan kech kirgizishgan bo'lsa, xursand bo'lishardi deydi. Bugun hech narsa qolmabdi uyga, Xudoga shukr, alhamdulillah. Nimaga desa, bugun uyimiz payg'ambarning uyiga o'xshabdi deb xursand bo'lishardi. Agar kechki payt yemoq-ichmoq joyida bo'lsa, xafa bo'lishardi deydi. Nimaga desa, bugun uyimiz Rasululloh uyiga o'xshamadi deydi. Bular payg'ambarimizni fe'li, amaliy sunnatlariga ergashib turib, endi oilasidagi holati payg'ambarimizga o'xshamasa, xafa bo'lishgan ekan. Biz nimaga xursand bo'lib, nimaga xafa bo'lamiz? Innal ghina laysa mukafatan minallohi yutihi man ahabba.
Va illa kana awlan nasi bi hadal hubbil Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Boylik bu Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga beradigan mukofot emas. Agar bu Alloh o'zi yaxshi ko'rgan bandasiga beradigan mukofot bo'lganda, payg'ambarimiz birinchi o'rinda haqli edi bu boylikka. Yana qaytaramiz, boylik degani Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga bergan mukofot priz emas bu. Agar yaxshi ko'rgan bandasiga albatta boylik beradigan payg'ambarimiz boy bo'lish kerak edi. Boy hayot kechirish kerak edi. Xuddi kambag'allik Alloh yomon ko'rgan bandasiga beradigan jazo bo'lmagandek. Agar Alloh yomon ko'rgan bandasiga kambag'allik degan jazoni beradi degan gapimiz to'g'ri bo'lganda, payg'ambarimiz kambag'al yashash kerak emas edi. O'lchovlarni to'g'ri qo'yaylik. Demak, insonning yaxshi yoki yomon bo'lishligi hayoti, Alloh yaxshi ko'rib yomon ko'rishligi hech qachon pulga bog'liq bo'lgan emas. Chunki boylik yomon desa, sahobalarda boylari bo'lgan. Sulaymon alayhisalom podsho bo'lgan. Demak, insonning hayotining yaxshi yomonligi iymonda yoki iymonsiz yashayotganiga qarab belgilanadigan narsa. Imom Alboniy sahih degan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Iza ra'aytalloha subhanahu va ta'ala yu'til abda min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Thumma qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qawluhu ta'ala: "Falamma nasu ma dhukkiru bihi fatahna alayhim ababa kulli shay'in hatta idza farihu bima autu akhadnahum baghtatan." An'am surasi 44-oyat. Payg'ambarimiz aytayaptiki, agar Alloh taoloni man qilgan gunohlarni qilayotganiga qaramasdan dunyo oqib kelayotgan bo'lsa bir odamga, Alloh bu yaxshi ko'rgani uchun bermayapti, balki istidroj. Gunohni ko'proq qilsin, azobda qattiqroq olsin deb ko'paytirib qo'yapti xolos. Aytadi-yu, mana deydi, men Xudoga yoqqan joyim bor, namoz o'qimasam ham ketmonim nima bo'lyapti? 3 oy. Sen deydi, mana qachon bu yoq namoz o'qiysan, 1-2 o'maydi deydi. Demak, Xizr nazar qilmasa, eshak bozorga kim nazar qilmasa, men hayotdan olib gapiryapman. Xizr nazar qilish kerak ekan. Bu haliga boylik, kambag'allik, yaxshi yomondan o'tishadagi odamlarning gapi bu. Alloh taoloning quyidagi oyatini payg'ambar alayhisalom o'qib berdi. Astagfirullah, qachonki ular payg'ambarlari eslatgan narsani esdan chiqarib qo'yishganidan keyin, Allohga osiy bo'lgandan keyin, ularga hamma narsani eshigini ochib qo'ydik. Dunyo ham kelaverdi, amal ham kelaverdi, mansab ham kelaverdi, hurmat ham hammasi kelaverdi. Mana shunday bir xursand bo'lib turgan hollarida to'satdan ularga bir balo keldi, to'satdan azob, o'lim keldi, ularni mahkam ushladi azob bilan. Yana qayta aytamiz, zo'r dunyo matosining zo'r bo'lishiga uni albatta yaxshi degani emas. Falaysa fi kulli zahyanin yakunu az-zavalu ni'matan faqran va az-zavalu faqri ni'matan. Har zamonda ham bir ne'matni ketishligi bu faqirlik degani emas. Va har doim faqirlik ham ne'mat emas. Chunki Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, oxiratda beraman deb turib dunyosini olib qo'yadi qo'lidan. Tushunalingmi? Oxiratda beraman deb turib dunyoda bermay qo'yadi. Lekin inson mana shu narsani yomon narsa deb qabul qiladi. Va xuddi shunga o'xshagandek Alloh taolo oxiratda bermayman degan bo'lsa bir bandaga dunyosini berib qo'yadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlar birda chiqdi uydan. Hazrat Umar ko'rdida yig'ladi. "Mayubiki Umar, nima yig'layapsiz Umar?" dedi. Rasululloh yotgan bo'rani qamishlari, toshlari biqinlariga botib qolgan edi. Yuzlariga izi chiqib qolgan edi toshlarda. Ko'rib turib aytdiki: "Ya Rasululloh, Qaysar, Kisrolar, Forsni, Rumni amirlari, imperatorlari yumshoq ko'rpa to'shalarda yotganda rahmatan lil alamin bo'lgan siz to'shaydi shunday bir toshni bo'rani ustida yotibsiz" deganda payg'ambarimiz, "Axir ularga dunyo bo'lib, bizga oxirat bo'lishi kifoya qilmaydimi?" dedi. Bu qavmlar mukofotini dunyoda o'zida oladi. Oxiratda ularga hech narsa yo'q dedi. Demak, bugungi suhbatimizga nihoya yasaymiz. Alloh taolo ba'zi bir dunyo matosini bermagan bo'lsa, ba'zi bir kamchilikni bergan bo'lsa, salomatchilikda yoki bir qandaydir turmushda nuqson kamchilik bo'layotgan bo'lsa, biz ixtiyorimizdan tashqari. Bilingki, Alloh taolo sizga bergan mehribonligi. Allohning bergan ne'matiga shukr qilishadigan bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.